Xo'sh, bu video Komil Qo'qovga ataladi. Komil aka, meni qabr challenge'imga o'zingiz rozilik bildirib chiqdingiz va mana shu qabr videosida siz 100 ming like'dan keyin mana shu videoning keyingi qismiga chiqaman deb va'da berib qo'ydingiz obunachilarim oldida. Komilga kelasiz so'rash. Yo'q, 67 ming like kelmayman. 100 ming like bo'lsa kelaman. Mana 100 ming like bo'lsa kelaman deyaptilar va bu videoning like'i 132 mingta. Lekin siz 2 haftadan beri men bilan bu masalada gaplashishdan qochasiz. Telefon qo'lman ko'tarmayapsiz. Telegramdan yozma javob bermayapsiz. Instagramdan vobshe qaramayapsiz. Va to'g'ri uchun men majbur bo'laman sizga mana shunaqa video qilib bu masalani yetkazishga. Va bu videoni bu yoqqa qo'yayotganim sababi, vot mana obunachilar, sizlar ham Komil Qo'qov aytmadiki qilinglar. Samolchon bo'lsa Komilkaga tashlaylar. Komilkaga ham yozib tashlasin. Ya'ni Komilka bilsin, biz oddiy bolachalar emasmiz. Bizda normalniy aktor bor, normalniy aktiv bor. Va bu aktivni ko'rsating. Agarda Komilka shuncha men harakat qilgandan keyin ham menga javob bermasdan ignor qilsa, ishoninglar do'stlar. Meni juda jo'stkilab qo'ygan rejam bor va Komilkani menimcha mana YouTube videomda xafa qilib qo'yamiz.